Navada mavi çiğni varsa, yığılı varsa, demek mavi pes uçup gidiyor. Mın kılıp bunu asliga keltirgili olmadı. Yaxshimi do'stlar, men fizikalik asal keltirish ustasi Mimtimin. Biz tunugun tizimizdagi anatomiya qismi bilan do'stlarimiz bilan birlikda o'rganib chiqqan. Biz bugun mushu putimizdagi anatomiya qismi bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Endi ma anatomiya rasm bo'lib qolsa, dal bizniki mushu putimizniki mushu so'ngakniki anatomiya qismi. Endi bu so'ngaklar 26 ta so'ngakdan tarkib topgan. Ma bo'lib qolsa, yan tarafdan sizilgan ko'rinish, ma keyin muskul P, undan boshqa dal mushu bizniki tapanimiz. Nurg'onimizdan tapini bir aram qiladigan dal misha shu. Ma'vola bo'lib qolsa asosida yan tarafdan sizilgan ma tegidagi bo'lib qolsa paralelsi shundaqla tarmush yana paylarni ko'rsatadi. Demak, parchamizda ichiga tashqi yig'ishda, bo'lmi ichiga yig'ishda tarafdagi pay muskullarining ta'tilgan vaqtning o'zida ondan mayadagi barmoqimiz yig'iladi. Hani ma anatomiya rasm bo'lib qolsa, dal mushu so'ngak shu, yana tapan so'ngak. Nurg'onimiz mush attigini qopib dastigan chaqda bir aram qiladigan yoki qisman kumichak o'sib olgan yoki mishadin masala chiqqan vaqtning o'zida dassab bo'g'ochi mishadiga bir aramchilik chuqug'i chiqadigan ahvol bor. Endi ma tagdagi bo'lib qolsa, dal bizniki mushu parchaqninki ich tarafga, tech tarafga aylanish gradus shakli. Ma putimizdan tech tarafga bunda ko'tarilishi 0 dan tortib 30 gradusgacha. Endi ma ich tarafga aylanish bo'lib qolsa 60 gradus bo'ldi. Shunga diqqat qilmagan vaqtning o'zida ich tarafga qarilib ketish bir qadar tiz bo'ldi. Tosh tarafga aldirab qarilanmaydi, chunki miyadan qisib turadi. Mayadan ich tarafga qarilib qolsa, miyadan tiz qarilib ketadi. Endi nurg'un do'stlarimiz ich tarafga qarilib ketgandan keyin yoki 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin diqqat qilmadi-yu, tiz chiqadi. Endi mishyadan chiqish uchun mishyaga nurg'unlagan bog'lab turgan tarmushlarni yirtganda yoki mishyani so'zayotgan vaqtingizda ondan mushu o'zining o'qidan ondan chiqadi. Endi chiqayotgandan keyin ya harakat qilmay yoki mushuni qarta parvish qilmagandan keyin shunga mush parchamiz chiqayotgandan keyin cho'qim buningga o'lchamlik bo'lgan harakatlantirib asliga keltirishni davomlashtiramiz. Shu ma'noni oydinlashtirib olsak bo'ladi. Parçamızda bunda aldığı sonuç olab qalsa 50 gradus bunda sunalaymiz. Endi parçamızda mana o'xshash ichki tarafga bunda egish uchun cho'qim 30 gradus egilaydi. Endi parçamızda tuz sunib turib aldığı tarsak 20 gradusni 30 gradus aldığı bunda keladi. Ammo tosh tarafga bunda qila olsak 40 gradusni 50 gradus mana o'xshash keladi. Mayli biz kutunish kasbini qilay yoki kutunish qildirmoqchi bo'lgan mushu do'stlarimiz dal mushu parçamizning mushu gradusiga qarata diqqat qilamiz. Endi manandan bak egilmasa yoki manandan bak qarilmasa, demak mishadagi bo'g'imlardan masala chiqqanda yoki miyadagi pay muskullardan qatib olgan vaqtning o'zida ondan miyadagi harakatlar cheklamaga uchraydi. Endi nurg'un do'stlarimiz mush attigini qopgan vaqtning o'zida bir dassab bo'g'acha mishabak bir aram qiladigan ahvol bor. Mishadiga tapan. Endi tashurtgandan keyin saq hech qanday ahvol yo'q yoki o'sash yo'q, hech qanday ahvol yo'q. Ammo mangandan keyin bir aram qildi. Endi bu asosga nima sababdan chiqadi desa, ikki xil ahvoldan chiqadi. Biri bo'lib qolsa, mush pashtaqlardan tiz tushgan vaqtning o'zida dal mishadagi pay yoki tarmushlar mishaga mush girbakning ustiga qattiq tekkan aman azroq og'rib o'tadi yoki saklagan vaqtning o'zida diqqat qilmaymiz. Azroq og'irdi. Masala chiqqan vaqtning o'zida musha atroflar bir aram qildi. Tashrisak saq, ammo bir aram qildi. Endi bu xil ahvolga qarta qanday qilamiz desa, dal musha bir yerda uzun bak uyturib ketmaymiz. Undan boshqa tiz yugurmaymiz. Yana kelib mushu pashtaqdan chiqqan chaqda yoki tushgan vaqtning o'zida mishalik o'rinni mush girbakka ustirmaymiz. Mush ishga diqqat qilsak bo'ladi. Navoda ma parchamizningki gradusi ko'tarilishi harakat cheklama uchtursa, mush graduslarning birisi kamigan vaqtning o'zida vaqtida berib tashurtimiz doktorning taktibidan olmasak bo'lmaydi. Ati o'ngshilib qolar, o'g'in o'ngshilib qolar desak, maya harakat cheklamaga uchirgan vaqtning o'zida muayyan darajada minish cheklamaga uchraydi. Shu mushu nuqtaga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Nurg'unimizdan bolalar mushu mangan vaqtning o'zida mushu parchaq ya ich tarafga ya tosh tarafga kelib oladigan ahvol bor. Biz aldirab diqqat qilmaymiz. Endi mush xil ahvolda qanda bilimiz degan vaqtning o'zida buning ayrishningki ikki xil usuli bor.
Ama şu paçkamızdan bunda o'ttirdan siziq silsak, nurg'unimizningki mavi ya teshqa ya ichiga aylanib ketgan mangan vaqtning o'zida paçaq ichi teshqa. Xuddi mana o'xshash munda mangadigan bolalar bor. Mushu ho'shiq tarafda gradusi to'g'ri yoki to'g'ri emasligini ayirishning usuli bor. Masalan, mana o'xshash egilib ketdi. Endi biz buni qanday qilamiz desam, oyoq desak, navada ma paçaq tez tarafga girib ketgan bo'lsa, maninki ma taraf maya bunda uprab ketdi. Demak, miya yan to'ldi. Navada bu ichiga bunda aylanib ketgan bo'lsa, bunda ma yan tarafdagi oyoqniki ma burjiki suyqab mağdu yaga. Şunu bilan mush balarimizning mush tapandagi oyoqqa qarab turib, buningki mush ho'shiq tarafninki ichiga yoki tashqa aylanib ketganligini yoki asliga kelayotganligini mush oyoqninki tapaniga qarab turib ayirg'al bo'ldi. Bundan boshqa nurg'un balarimizning mang'an vaqtning o'zida bunda o shakllik mang'adigan yoki bunda X shakllik mang'adigan balalarning oyog'iga qarab turibmi ayrildi. Chunki o shakllik mang'adigan balalarniki tez upraydi, ama X shakllik mang'adigan balalarniki ichi taraf upraydi. Shuning uchun balalarimizning oyog'iga sal diqqat qilish orqali dal mushu ho'shiq tarafniki egilmaganligi, asliga kelgan, kelmaganligi mushularni bilgili bo'ladi. Qisman balalarimizninki mushu mang'an vaqtning o'zida tapini tagmay paçqining uchida mang'adigan balalar bor. Xuddi mana o'xshash. Mayada mang'adi. Miya tagmaydi. Endi mushu tapanningki mishaning tagmasligining mayadan masala chiqqan vaqtimizda mushu bo'g'imdan yoki tug'ilma yoki ma'lum sabab bilan yoki qatnash hodisa bilan masala kurilgan yoki mishadagi muskul paydan ma'lum masala kurilgan vaqtning o'zida mavi chingivasa, bunda qetavasa, demak dal mavi tapan tagmaydi. Endi mushu tapanning misha tegish uchun ma muskulning uchidagi muskul pay so'zalishi kerak. Mana bundalam egilib tuzilish uchun mavi so'zalgan vaqtning o'zida mavi ruslanaydi. Navada mavi chingivasa, yig'ilivasa, demak mavi pastga uchib ketadi. Min qilib buni asliga keltirgili bo'lmaydi. Shuning uchun buni bunda ko'tarish uchun oldi muskul tatgan vaqtning o'zida, mavi so'zalgan vaqtning o'zida ma'noda egilish, ruslanish shakllanadi. Navada ma'ni pastga tortish uchun yoki mangan vaqtda tezroq kuchash uchun ma muskul tatgan vaqtning o'zida andin biz mishada kuchab turib mangala. Avval tashurtimiz. Endi doktor navada yoki bunga qarta bunda harakat qilsin yoki ma muskul payga qarta bunda doktor qanday kutinish qiling degan bo'lsa, shu bo'yicha ketmiz. Hargizmi o'zimizning ko'z qarashi bo'yicha kelib buni qarsam misha so'zalsa, demak balam matgan deydigan ma'qul ko'z qarash bilan miyani bog'lab to'piga tortadigan yoki buni majbur qaradigan harakatni qilsak bo'lmaydi. Navada majbur qaraganda birdan mayani titiladi yoki uziladi. Undan boshqa ma ichidagi masala bo'lib qolsa, ma chapqin olaman deb qarg'ib qo'ydigan ish chiqadi. Mayli biz kutinish kasbini qillar yoki kutinish qidirg'i qillar, ma'lum masala qatilish shakllangan yoki bunda egilmaslik masalalar ko'rilsa, naqlimaysa avval tashurtimiz. Doktor buning qarta cho'ng masala yo'q. Oila berib kutinish qiling, harakat qilinsa, mushu masalalar qarta dal mushu pachiqimizningki anatomiya qismini bilgan asosda ondan kutinish qilamiz. Bo'lsa mush bilimni saqlab olib foydalanib qolsanglar bo'ladi. Hatxama ko'p do'stlarimizdan foydalanib qolish uchun yurak gullarni yo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Ko'pchilik rahmat.